Mana nima uchun tashlandiq zavodlarga yolg'iz borib bo'lmaydi. Kris ismli bu odam Amerikadagi eng xavfli shaharlardan biri Klivlenddagi mana shu eski zavodga ekspeditsiyaga boradi. Bu zavodda o'sha mashhur Qasoskorlar filmining Qora beva personajini so'roq qilish jarayoni suratga olingandan so'ng bu joy ko'pchilikning e'tiborini torta boshladi. Bu joy qanchalik notinchligini Kris ekspeditsiyani boshidayoq eshitilgan mana bu ovozlardan yaxshigina tushunib oldi. Voqeani boshidayoq bu zavodni yerto'lasida mana bu o'qdan qoladigan gilzalarni yerda topib oldi. Lekin bunga unchalik ahamiyat bermay, kuzatuvni davom ettirdi. Keyingi xonalar devorlaridagi mana bu g'alati yozuvlarni ko'rib borar ekan, Krisning xayolida vahima paydo bo'la boshladi va bu qavatdagi eng oxirgi xonada ko'rgan holati uni butunlay qo'rqitib yubordi. Yo, you need some help, bro? Bu odam javob bermaganidan keyin Kris orqaga qaytib ketish eng yaxshi variantligini tushunib, bu xonadan chiqib boshqa qavatdagi xonalarni kuzata boshladi. Eng qizig'i, yuqori qavatlarda ko'rshapalaklar bo'lib, ular bu yerga yana ham qo'rqinchli atmosfera bera boshladi. Va aynan mana shu kadrni qaytadan chap tomoniga yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, burchakda boyagi odam Krisga qarab, uni kuzatib turganini ko'rsak bo'ladi. Tabiiyki, Kris qop-qorong'iligidan bu odamni sezmay, bu binoni bir qancha vaqt yana kezib yurgan. Binoni aylanib bo'lgach tashqariga chiqqanida boyagi odam uzoqda unga qarab qo'lini ko'tarib o'tganini ko'rib qoldi va bundan shubhali holatni sezgan Kris binoni tark etishga qaror qildi. Voqea ham shu tarzda yakunlandi. Lekin eng qizig'i, siz nima deb o'ylaysiz? Nimaga bu odam Krisni tashqariga chiqqungacha uni kuzatib kelgan va boyagi o'qdan qolgan gilzalarni bu odamga qanaqadir aloqasi bormi? O'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha